Assalomu alaykum. Ismim Farhod, Buyuk Britaniya Fintech kompaniyasida mahsulot menejeri bo'lib ishlayman. NETN bo'yicha darslarim seriyasi davom etyapti. Bugun sizlar bilan NETN da sun'iy intellekt agenti quramiz. Uning ishi sizni Telegram botingizdagi mijozlarga avtomatik javob berib turish. Kechasi bo'ladimi, kunduzi bo'ladimi, siz bunga aralashmaysiz. U sizga yordamchi sifatida yordamga keladi. Dars oxirida qanaqa bot yaratish mumkin, botga sun'iy intellektda NETNda ulash mumkin, NETNda sun'iy intellekt nodi bor, o'sha bo'lagi, o'shani qanaqa ishlatish mumkin va hammasini birga qanaqa jamlashimiz mumkin kabi ma'lumotlar o'rganasiz. Bir daqiqa shu yerga to'xtaylik. Agar chiqarilgan video darslarimiz sizlarga foydali va davomiylik bo'lishini xohlasangiz, sizlardan so'raydigan narsam uchta. Bu videoga like qo'ying. Ikkinchisi, bironta sharh qoldiring, xohlagan savol bering, taklif bering, balki qanaqadir shunchaki yoqdi deb video yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Va uchinchisi albatta bu kanalga obuna bo'ling. Rahmat. Oldingi darslarimda NETN bo'yicha ma'lumot berib boryapman. O'rnatish bo'yicha, bepul ishlatish bo'yicha, undan tashqari NETNning o'zi nima haqida, sizga qanday yordam beradi, mutaxassislar fikrini ham bo'lishganman. Bugun darsda aytganimdek o'sha agentni quramiz. NETNni ochamiz. NETNni ochgandan keyin yangi workflow yaratamiz. Workflow yaratdik. Demak, bizni bugun maqsadimiz qanaqa bo'ladi? Telegram bot bor. Telegram botga xabar keladi. Bot xabarni o'rganadi. O'rgangandan keyin unga sun'iy intellektda javob tayyorlaydi va javob yuboradi. NETNga kirdik, create workflow bosdik. Undan keyin demak bizga birinchi qiladigan ishimiz bu Telegramdan kelgan xabarlarni o'qib olishimiz kerak. Keling Telegram uchun shu yerda birdan bot yaratish ko'rsatib ketaman. Bot yaratish uchun Telegramning o'zini Botphaser degan boti bor, u orqali bot yaratasiz. Mana shu manzilga kirsangiz Botphaserga, undan keyin bu yerga xohlasangiz mini ilovasini ochsangiz bo'ladi. Men komanda orqali yarataman. New bot tanlayman. Bot nomi qanaqa bo'ladi? AI agent bo'lsin. Bot nomi qanaqa bo'ladi? AI agent darsin uchun manaqa bot bo'lsin. Bo'ldi, bot yaratildi. Mana shu biz olishimiz kerak mana shu tokenni, mana shu xuddi kalit bu NETN biz tushunishimiz uchun botimiz bilan aloqasini. Demak, kirdik NETNga. Mana bu birinchi dars degani bor. Create new credential bosamiz, access token mana bu yerga yozamiz va mana bu yerga o'zingiz ajratishingiz uchun, oson bo'lishi uchun qaysi botligingizni yozib qo'ying. Bu AI agent Telegram xabar deb qo'ying, tushunarli bo'lishi uchun. Bo'ldi. Saqladik. Tekshirilyapti, yashil yozuv kutyapmiz. Yashil yozuv paydo bo'ldi. Bu degan ulandi degan. Yaxshi, Telegramdan xabar keldi. Endi u xabarni qanaqadir savol va javob asosida javob berish kerak bo'ladi. Sababi qayerdadir sizning ma'lumotlaringiz turgan bo'lishi kerak. Savol va javob sifatida. ChatGPT bizga savol javob yaratishga yordamlasin. Bo'ldi, yubordik. Endi biz ChatGPTni kutyapmizki, bizga jadval tayyorlab beradi va uni o'zimizga to'g'rilab olamiz. Asosiysi bu umuman qanaqa ishlash haqida tushunishimiz uchun. Qarang, bizga tayyor jadval beryapti. O'lchamlari bormi, narx qanaqa, hokazo savollar, qanaqa to'lovlari bor, click payme, qaysi ranglar bor, jo'natmalar, xohlasa va shunga o'xshash savollar. Bo'ldi, uni o'zi to'g'rilab olasiz. Ko'chiramiz, yangi jadval yaratamiz. Eslaga ko'rsatgandim, sheet.new desak, demak bizga Google jadvalda jadval yaratadi. Buni keling bunaqa deymiz. Savol, javob, magazin uchun va boyagi berganimiz ma'lumotni shuna yerga joylashtiramiz. Savolimiz bor, javobimiz bor. Keling manzilni birdan to'g'rilab qo'yamiz. Manzilimiz va savollar shunday yozib chiqasiz. O'zingiz hamma bilasiz, siz mijozingiz bilan gaplashganingizda, sotuvchi bo'lsangiz, tayyor qanaqa savollar berish, har kun bir xil savol keladi. O'sha savollar javobini tayyorlashingiz kerak. Tayyorladik. Yaxshi. Endi keling buni ulaymiz. Biz nima qilamiz? Buning uchun yana chaqiramiz. Google'ni bizga kerak jadvallari kerak, Google Sheets va o'qishimiz kerak ma'lumotni. Bu Get Rows bo'ladi. Get Rows to'g'ri turibdi. Qaysi jadvaldan? Savol javob magazini uchun qaysi sahifasida? Mana shu yerdan hammasini o'qisin. Keling bosib ko'raman execute, hamma ma'lumotlarni o'qiydimi yo'qmi? To'xta, mana buni ishlatib ko'rishimiz uchun mana uzishimiz kerak. Endi buni ishlatamiz. To'xtatdik. Bosdik, execute setup. Bo'ldi. Ko'rdik. 13 ta qatorimiz bor va javoblari. Mana bu yerga table qilib ko'rsak, hammasini javobini ko'ramiz. Savollar va javoblar. Endi savol keldi. Javoblar va savollar tayyor bizning shablonimiz bor.
Endi uni biz asos qilganimiz ishimiz bu sun'iy intellektga beramiz. Plus tugmasini bosdim, yo'q mana bu yerda bosasiz, AI degani bor, yo'q agent deb yozasiz, mana shu AI agent tanlaysiz. Mana eng asosiy joyimiz shu AI agentda. Demak, AI agentimizda birinchi o'rinda chat model. Bu miyani sun'iy intellekt qaysi biri ishlatamiz? O'z bozorda bu Google'da Gemini bor. OpenAI'da ChatGPT'si bor. Grok degani bor. Anthropic'da Claude bor. Xitoyliklarda DeepSeek degani bor. Ya'ni shunaqa tayyor sun'iy intellekt modellari bor. Qaysi biri ishlatamiz degan savol tug'iladi. Siz xohlagan ishlating. Men misol uchun bu yerda o'sha Gemini'ni ko'rsataman. Gemini bo'lsa ham, OpenAI bo'lsa ham unga cloud kerak bo'ladi, bu Telegram o'xshagan. Buning uchun nima qilamiz? AI Studio Google'ga o'tamiz. Create Matcher'ga o'tganingizdan keyin agar to'lov, boshqa narsalar hammasini o'zingiz kartalarga ulagandan keyin Get API degan joyi bo'ladi. Get API ga kirasiz, Create API. Men bu yerga biron test tanlayman. Yaratdim cloudni. Yaralyapti. Test dastlalarim uchun degani qani? Mana, marhamat, cloudni kodini ko'chirib oldim. Mana shu narsa bizga kerak. Endi mana bu yerga misol uchun olamiz, new credential qilamiz. API key'ni qo'yamiz. Mana shu turaversin. Saqladi. Ko'rdingizmi, tayyor. Xuddi shunday ham ChatGPT ga ishlaydi. Xuddi shunday OpenAI ga ishlaydi. Mana keyin modelni yana birontasini qo'shib ko'raman. OpenAI desak, OpenAI chat model desak, mana bu yerga sizga credential deydi. New credential deydi va OpenAI'da o'sha credentialdan topib olishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday OpenAI'da o'zini sahifasi bor. Platforma degan platforma OpenAI kirib, o'sha API'ni qo'yish kerak bo'ladi. Keling, OpenAI'ni olib tashlaymiz, Gemini'da ulaganmiz. Demak, buni uladik bir-biriga. Yaxshi. Gemini'da Flash degan modelni tanlang. E'tiborli joyi bu. Hammasi sun'iy intellekti OpenAI, Grok boshqa bilan bepuli yo'q. Hammasi kartangizga ulangan bo'ladi. Qaysidir ma'noda sizlar mayda-mayda sentlar, har bir javobi uchun balkim 10 so'm ishlatasiz, 12 so'm ishlatasiz, 8 so'm ishlatasiz. Kichik summalar pul ishlatiladi albatta. To'planib bir oyga misol uchun 4-5 dollar bo'ladi. Lekin aslida odam ish olsangiz, siz unga 400 ming, 500 ming, 1 million, 2 million pul berishingiz mumkin. Bu sizga bola 15 dollarga ishingizni bajaradi. Yaxshi, modelni tanladik. Endi ulaymiz, nima deymiz? Xo'p, bizga demak ma'lumot kelyapti. Ma'lumotni bunga yedirishimiz kerak. Xo'p, buning uchun biz aytamiz, ma'lumot qayerdan keladi? Ma'lumot mana bu yerda turibdi. To'xta, bu yerda bitta ish qilishimiz kerak. Men nimaligini tushuntiraman hozir sizga. Xo'p, keling, mana bunday qilamiz. Bu yerga buni ulaymiz. Bizga endi system prompt degan narsa kerak. System message degan narsa qo'shib. System message bu sun'iy intellektga kimligini aniqlab berish. Sen kimsan deganini aniqlab berish. Keyin mana shu ChatGPT o'zi so'raymiz. Berish. Qanday javoblarni, boshqalarni hammasini beryapti. Javob berayotgan ochiq gap yozma, hokazo. Xo'p, to'xtatamiz bu yerga. Savollarni system prompt ichiga qo'yma. Men uni jadval sifatida beraman. Marhamat, sen kiyim do'koni uchun mijozlarga xizmat ko'rsatadigan AI yordamchisan. Jadval eng mos javob topib, shuni qisqa tarzda javob bergan. Savolni tushun, jadvalga mos javob top, hokazo, manzil. Shunaqa joylar beraki, mana shu qismini olaylik. Qoidalar, javob berish formulasi. Mana shu yerga qo'shdik. Keling, shunchaki sinab ko'ramiz, hozir nima bo'lyapti. Keling, mana bu yerga aytamiz, define below deysiz. Sababi Telegramdan kelgan savolni biz mana shu yerga qo'yishimiz kerak. Keling, buni ishga bir tushirib olamiz. Bir tushirib olaylik uni o'rtada. Telegramda hamma kelgan ma'lumotlar. Yaxshi. Execute setup. Running problems deyapti. Nima muammo bo'lyapti bizga? Mana shu yerda qizillik bo'lib turibdi, nimadir bo'lmayapti. Bo'ldi. Keling, mana shuni shunaqa hozircha qilib turay. Execute setup. Bo'ldi, eshitib turibdi. Keling, mana shu Telegramga endi xabar yozamiz. Start. Start deganda birdan ishga tushdi. So'ng startdan bitta xabar. Chunki bot ishga tushirildi degani. Bizga kerakli ma'lumot yo'q bergan, yana uni ishga tushiramiz. Salom. Qalay? Bo'ldi. Ko'rdingizmi? Ma'lumot keldi. Buni bu yerga ulaymiz. Jadvallar oldi. Xo'p, bu yerga biz AI ga aytamiz, savolni bizga o'sha foydalanuvchi berayotganda mana shu tekst qismidan olgin, berdik. Endi keling, shunchaki
AI o'zi bilan sun'iy intellekt o'zi bilan gaplashib ko'ramiz, qaraymiz. Nima javob berar ekan? Biz unga umuman savollarimiz bermaganmiz hozircha. Demak, sun'iy intellekt ulanyapti. Ulanyaptimi? Sun'iy intellekt javob beradi. Endi e'tiborli joyini qarang shu yerga. 13 marta, chunki jadvalda 13 ta qator bor, 13 marta sun'iy intellekt ulanib kelyapti. Ulanayapti kelyapti. To'xtamasdan qarang. 13, agar sizda 100 ta savol bo'lsa, 100 marta sun'iy intellekt ulanadi-da, lekin bizga kerakli javobni bermaydi. To'g'ri tushuntiraman deganligim bu narsani. Va buni to'g'rilaymiz biz. Keling, borib kelsin, shu 13 marta ruxsat beraylik shunga borib kelishga. Qanaqadir javoblar qidiryapman. 13 ta bizga javob qaytardi. Ko'rdingizmi? 13 ta javob. Salom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Boshqami? Har bir qatorimiz alohida javoblar, yaxshimi, rahmat. Umuman kerak emas narsalar bergan. Keling, endi jadvaldagi ma'lumotlarni bitta to'plam qilamiz, bir martaga sun'iy intellektga berib yuboramiz. Uning ichidan javobini qidirib kelish uchun. Buning uchun biz nima qilamiz? Demak, mana bu yerga qo'shamiz, aggregate deganni qo'shamiz. O'zi e'tibor qilsangiz ham qanaqa ko'rinib turibdiki, ko'p ma'lumotlar kelyapti, 5-6 ta va bitta ma'lumot chiqyapti, hammasi birlashtirgan holda. Demak, aggregate tanlaymiz. Tanladik, aytyapti, qaysi yerdan nimalarni olay deyapti. Keling, buni ishga tushiramiz. Sababi bizga buni ishga tushirish uchun mana bu ulaymiz. Buni ko'ryapmiz. Bir ishga tushirib olaylik bu tarafini. Mana shuncha bor. Buni demak, mana bu yerga tushadi. Yana bitta qo'shamiz ustun bu yerga keladi. Bo'ldi. Endi buni ishga tushirib olsak, ko'ryapsizmi? Hammasini bittaga birlashtirib yubordi. E'tibor nima farqiga qarang. Mana bu yerda qatorlar bor. Qator. Bu yerda bitta qator. Ko'rdingizmi, farq nimada? Ma'lumotni sun'iy intellektga bir martaga berib yuboradi. Aggregate qildik, endi buni sun'iy intellektga berib yuboramiz. Sun'iy intellektga nima deymiz biz? Demak, bu foydalanuvchiga kelgan ma'lumot, buni hech narsa yo'q. Biz bunda qoidalar mijoz savol-javob bo'yicha eng mos javobni topib yetkazib ber. Mana bunaqa deymiz. Savollar bu yerda va mana buni beramiz. Savol. Hozir to'g'rilab olamiz. Expression. Savollar joyini mana ko'chirib olamiz. Savollar bu yerda. Javoblar esa bu yerda. Bo'ldi. Balkim o'zi savolni o'zini ham yozmasligi ham shart, yozmasa ham bo'lardi. Sababi balkim ishlashi ham mumkindir. Bilmayman. Hozirga qo'shib ko'raylik. Demak, mana bu yerga qo'shimcha yozaylik. Senga pastda senga savol va javob taqdim etdim. Faqat shuni ishlab o'zingdan hech nima o'ylab topma. Bo'ldi. Yozdik, hammasi tayyor. Yaxshi. Keling, buni endi ishlatamiz. Sun'iy intellekt nima deb javob qaytaradi ko'ramiz. Ishga tushirib yuboramiz. Keling, birdaniga nima deylik? Gaplashish joyini qo'shib qo'yaylik. Bizga javob kelsa, Telegramga javob kelsin birdaniga. Demak, send message. E'tibor qiling, qayerga javobni yuborib yuboradi deyapti. Chat ID juda ham muhim. Qaysi foydalanuvchiga yuborib yuborishini. To'xtataman. Yana bir marta ishga tushirib yuborishim kerak. Execute. Hop, muammo bor deyapti. Bilaman nimaga muammo bo'layotganini. Buni hozir mana o'chiramiz. Bir marta salom deb yozib qo'yay. Ishlab ketdi. Mana bu ishlab tursin. Bizga chat ID kerak. Chat IDni biz olamiz. Oldingi chatdan. Chat ID juda ham muhim. O'shanga javob berish uchun boshqaga birov javob berib bormasin. Javobini esa sun'iy intellekt bergan javobdan olamiz. Sun'iy intellekt bizga berdi. Salom, mana qani sizga yordam bera olaman. Ko'rdingizmi? Boyagi javobimizdan. Tayyor. Bo'ldi. Ishga tushiramiz. Salom. Hozir biz javob berish kerak. Uzr. Bilaman bu yerda muammo qanaqa bo'lganligi. Boshqa kirdayishlarni qolib ketgan. Mana bu AI agent deganni ishlatishingiz kerak.
Noto'g'ri bu conditional qolib ketdi bu yerga. Bo'ldi, yana boshdan ishga tushiramiz. E'tibor qildim, boshqa Telegram kanalga botga xabar keldi. Salom. Ishga tushirdingmi? Aha, muammo bor dedi. Muammo nimada? Masalan, sizga qanday yordam bera olaman? But chat not found dedi. Demak, boshqa chatdan chatni ID'sini noto'g'ri qo'ydimmi ekan? Keling ko'raylikchi. Chat ID to'g'ri. E'tibor qiling, agent ikkalasining credentialini bir xilmi yo'qmi? O'sha muhim joyi. Agent Telegram xabar ekan. Men endi tushundim muammoni. Agent Telegram xabar. Ko'ryapsizmi, muammolar ham chiqyapti. Birdaniga shularni ko'rsatib ketyapman sizga. Chunki xuddi shunaqa muammolar sizga ham chiqishi mumkin ish jarayoningizda. Bu zo'r qiziq bo'lyapti. Credentialni bir xil tanlagansiz, e'tibor berishingiz kerak. Agar har xil Telegram bo'lib qolsa, agent. Menimcha endi ish berish kerak. Keyin salom deb yozamiz. Salom, sizga qanday yordam bera olaman? Ko'rdingizmi? Qanaqa javob keldi? Endi manzillaring qayerda? Balki bir marta ishga tushirilgan, o'zi ishga tushirilmagan. Bilaman egalik. Bir marta ishga tushirilgan. Saqlaymizda, mana buni inaktivda aktiv qilamiz. Bo'lgan har doim yongan degani. Yana bir marta salom deymiz. Mana javob keldi. Manzillaring qayerda? Noto'g'ri yo'zi bor mana shunday. Ko'ramizmi javobga? O'zimga ham qiziq. Toshkent shahar, markaz 1 Bebigan. Ko'rdingizmi? Javob kelyapti. Boyagi jadvalimizda javoblarni olyapti. Keling, bu qanaqa savollar bor edi, ko'raylik. Misol uchun telefon raqam bormi? Telefon qilmoqchiman. Nomer bering. Albatta, telefon raqamingiz shu. Telegram va WhatsApp orqali ham bog'lanishingiz mumkin. Ko'ryapsiz, qanaqa gaplar yozyapti, o'zi gaplashyapti. Siz aloqangiz yo'q. Bir e'tibor qiling, mana bu this message sent automatically degan narsani yo'q qilsa bemalol bo'ladi. Bir xil kishilar shuni topa olmayapti. Mana shu xabar yuborishga kiramizda. Bu yerda add field qilamiz. Append NAT attribution olib tashlasak bo'ldi. Kelib javob beradi. Juda ehtiyotkor bo'lish kerak bu narsa bo'yicha. Sababi sun'iy intellekt o'zidan ma'lumot qo'shib yuborishi mumkin. Mana misol uchun e'tibor qiling, biz bu yerga yozgandikmi? Telefon raqamimiz bor. WhatsApp, Telegram bor deb yozgan ekanmiz. Haqiqatan WhatsApp, Telegram bor degan ekanmiz. O'ylagani WhatsApp o'ylab topdi deb o'zidan. Keling, bilmagan savolni beramiz. Buni saqladikmi? Saqladik. Ishga tushirilgan. Sen kimsan? Bu savol do'konimiz faoliyatiga tegishli emas. Yaxshi. Qani keyin gaplashaylik. Menga yordam kerak. Albatta, qanday yordam kerak? Endi nima savollar berish mumkin mijozlardan? Xo'p, nima savollarimiz bor? Telefon raqam, yetkazib berish, keyin yetkazib berish narxini yozib qo'yaylik. Yetkazib berish 55,000 so'm bo'lsin. Menga yetkazib beringlar manzilimga. Manzilim Toshkentda. O'zimga qiziqmadi. Ha, Toshkentga yetkazib beramiz. Xizmat haqi 55,000 so'm. Ma'qul menga. Nima deydi? Savol javobi yo'q bu yerga. Davomi yo'q. Juda yaxshi, yana qanday yordam bera olaman? Bo'ldi, chunki bu savolga javobi yo'qdi, nima qilish kerakligini. Bu yerga biz nima qilsak bo'ladi? Ikkinchi, misol uchun bo'ldi, bu gaplashdi va buni ortidan qanaqa zakaz olish kerak, boshqa va qanaqa yordam berish kerakmi? Biz aytishimiz kerak. Sun'iy intellektga gapimiz shunday iboratki, yaxshi, u gaplashib bo'ldi. U javoblarni qanaqa savol-javoblarga javob berdi va keyingi usuli bu misol uchun yana savollaringiz bo'lsa, mana shu manzilga yozing deyish mumkin. Bu degani, bu bot bilan gaplashib bo'ldi va yana savollariga javobini olish uchun o'zingiz asosiy manzilingizni berishingiz mumkin. Va yana bitta joyi bor, e'tibor qiling. Hozir chat o'sha Gemini bu yerda hech qanday oldingi xabar eshitmasdan gaplashyapti. Shuning uchun bu yerga o'zi NLT'ni simple memory degani bor. Oldingi 5 ta xabarni eshit degan joyi bor.
Va mana bu yerda qizil yonib turibdi. Oldingi xabarlar eshitish uchun oldin qaysi xabardan, qaysi Telegramdan eshitishim kerak joyi bor. Define below deymiz. Key degan joyiga biz Telegramni chat ID'sini olamiz. Mana update ID degani bor. Keling, sxema deymiz. Update ID'dan olamiz. Mana shu chatga bog'laydi. Oxirgi 5 ta savol javobni o'zini xotirasi saqlab turadi. Har safar uni nimaga berib yuboradi. Gemini'ga sun'iy intellektga berib yuboradi bu savollarning javobini. Demak, botimizga miya qo'shdik. Ozgina xabarlarni miya saqlab turadi. Endi bizning maqsadimiz savolga javob bilmasa, bizda asosiy Telegram profilimizni bersin. Men buni ustida ozroq ishladim. Sizlarga ham hozir ko'rsataman, qanaqa bu narsani qilsak bo'ladi. Demak, agentimizni ochamizda mana qoidalar qismi bor. Shuni sistem messajni ochamiz, to'liqroq qilamiz. Qarang nimalar yozilgan. Mijoz bergan savol bo'yicha jadvalga eng mos javobni topib, shu javobni qisqa tushunarli tarzda yetkaz. Senga savol javob taqdim etdim. Jadvalda mos savol bo'lmasa, eng yaqin mazmun javob topib ber va meni Telegram profilimni mijozga yoz. Telegram profilim palonchi, shunchaki yozib qo'ying, palonchi. Hech qachon jadvalda yo'q Mahmud, o'zingni to'qima, mijozni savoli juda noaniq bo'lsa, muloyim tarzda aniqlashni so'ra. Yoki Telegram profilimni ber. Javoblar jumladan oshmasin, oxirgi ovoz do'stona bo'lsin. Qo'shimcha takliflar berishing mumkin. Yo'q, qo'shimcha taklif hech narsa bermasin. Savol do'konga alohida bo'lmas, bu savol do'konimizga foydasi tegishli emas deb yozsin managa. Javob forma savolni tushun, jadvalga mos javob top, kerak bo'lsa qisqa ma'lumot shakllantir. Javob uzun yozma. Agar savol javob bilmasak, o'zingda o'ylab topa, meni Telegram profilim mijozga yoz. Kerak, mana shuni to'g'rilab qo'yaylik yana. Palonchi deb qo'yaylik. Ish bersin. Bo'ldi. Saqladik. Saqlaymiz, yana marta gaplashamiz bu botimiz bilan. Salom. Men buyurtma qilmoqchiman. Dastavka bormi? Ikkita savol birdan javob. Birdan ikkita savol yuborib yubordim. Ha, yetkazib beramiz shahar ichida. Buyurtma berish uchun bizga ko'd rakamizni zakaz qiling. Menga ko'k ko'ylak kerak. Ko'ramiz javob bo'lamni yo'qmi? Ko'k ko'ylak palonchi haqida batafsil ma'lumotingiz uchun palonchi Telegram profil yozing. Mana. Ko'rdingizmi? Savolga javob bilmaydi, birdan profil yoz deyapti. Bu degan sizga murojaat qiladi. Misol uchun aytamiz, Ahror bormi? Ahror so'rayapti yuqorida ham. Nima der ekan, o'zimga qiziq. Bu savol do'kon faoliyatiga tegishli emas, yordam uchun mana palonchiga yozing. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa savollar kelaversa, u sizni sizga yo'naltiradi. Bari mijoz o'qiydi-da, mana shunga yozishim kerak deydi. Ya'ni qaysidir savollarga javob avtomatik topadi, qaysidirlari keraklilarini o'zi sizni yo'naltiradi. Bu yerga bitta muammoli tarafi bor. Yaxshi, hamma chiroyli ko'rinyapti. Lekin muammoli taraf bilasizmi nimada? Bot mijoz bilan gaplashadi, lekin siz uni ko'rmaysiz nima deyotganini. Hech qayerda ko'ra olmaysiz kuzatish uchun. Bu balkim sizga uyga vazifa bo'lardir. Kelgan ma'lumotlarni jadvalga mijoz yozdimi, har bir qatorini o'zingiz yozib qoldiravering-da, o'zingizga qanaqadir arxiv saqlang. Mijozna bot nima deb gaplashdi, uni ko'rish uchun. Aytgancha, Telegram kanalimga obuna bo'lganmisiz? U yerda bilimim, tajribam, yangi ko'rgan narsalarim, o'zimni kunlik hayotimda bo'ladigan voqealarimni ham bo'lishib boraman. Rahmat. Do'stlarim, bugun ko'rdik. Sun'iy intellekt agentini NETN orqali yaratdik. U javob beryapti. Siz yo'q vaqtingiz, sizni vaqtingizni tejagan holda javob beradi. Javob bilmasa, sizni Telegram kanalingizga yo'naltiradi. Bu shunchaki boshlang'ich baza ma'lumot sizga. Bu poydevor desa bo'ladi. Buni asosida o'zingiz fantaziyangizni ishlatib, u yerga, bu yerga burib, yangi ma'lumotlar, yangi yo'nalishlarga qilishingiz mumkin. Barcha ishlaringizga omad tilab qolaman. Video ostiga sharh, like va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.